$89,000 ga bir sotuvga 2 etaj qilib qurilgan shinamgina xonadonimizni bugun obzorini qilamiz. Assalomu alaykum. Mana o'sha aytayotgan xonadonimizni ko'rishingiz fasadlarini oppoqqina qilib, chiroylikgina qilib qo'yishgan. Kirganimizda mana bemalol bitta mashina sig'adi. Hop, uy ichiga kiramiz hozir. Xonadonimizda semon suv ahvolida bu yoqga kuxnya tushadi. Mana bu yerga zal qilsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana sanuzel vanday joy qoldirilgan. Xonadonda suv, svet, gaz, kanalizatsiya вообще muammo yo'q. Mana ikkinchi etajga ham chiqib oldik. Ikkinchi etajimizda mana bitta kattagina o'zining xonasi bor. Детский ota-ona uchun spalni qilib qo'ysa bo'ladi. Mana bu yoqda yana bitta sanuzel vannaga joy qoldirilgan. Yana bitta spalni uchun joy. Mana ko'rishingiz mumkin. Kvartiraning o'rniga bir sotuvga qurilgan chiroylikkina xonadon. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.